Siz O'zbekiston qishloq sharoitida yashaysiz. Uyingizni mana shunaqa qilib shapka qismini plastikdan qildingiz. Undan tashqari abdastalar daraxtlarga ilib, kerak bo'lsa kirlaringizni daraxtga ilib yayapsizmi? Yopilgan joyingiz yo'qmi? Lexali Naves'dan yopib turing. Ana shunaqa kirlar ham Lexan tayda turadi, mashinangiz ham, velosipedingiz ham so'ri ham. Quyosh nuri ham tushmaydi, yomg'ir qor ham tushmaydi. Narx qimmat deyapsizmi? Arzon qilib gaplashib qo'ydim. Ya'ni 1 kvadratini 450 ming so'mdan boshlanib 600 ming so'mgacha qilib berishadi. Bu pullarning ichida xomashyo, usti haqi ham yo'q, balgarka, elektrotigacha kiradi. Ustaga siz faqat obed bilan tok bering, qolgan hamma yo'q o'zidan bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan ishlarni 75 million atrofiga 130 kvadratli joyga chiroyli qilib 15 yil garantiyasi bor Lexandan, Rossiyskidan qilib 8 ga 6 profil, 1.8 lista qilib berishgan. Eng asosiysi O'zbekistonda bu ustalarimiz chet elga, Rossiyaga borib ishlamaslik uchun eng arzon narxlarda qilib berishyapti. Shunchaligini bo'lsa 300 ming so'mdan boshlanib 420 ming so'mgacha qilib berishyapti ekan. Pastda nomerlarni qoldirdim, O'zbekistonning kartasiga kirib olsangiz bo'ldi. Xuddi shu narxlarda chiroyli qilib borib bitkizib, garantiyali qilib bitkizib berishadi. Diyoruzda oldim deyish esdan chiqmasin.